Xo'p, bu yoqdan kirganimizda главный eshigimiz. Bundan keyin bu yoqda koridorimiz bo'lib qoladi. Koridorimiz, bu xonamiz, to'g'ridagi xonamiz детская комната bo'ladi. Bundan keyingi xonamiz spalniy, общий sanuzel. Bu yerimiz hol, bu yoqda zal. Bundan keyin bu yoqda kuxnya, o'zincha bu yerda bir kichkina sanuzeli bor. Kuxnyaga kiradigan bo'lsak, kuxnyani ishlari tezda zudlik bilan tanishtirib o'tamiz. Bu yoqda уже gips ishlari bitib qoldi. Kafellarimiz полный bitib, yopib qo'yilgan. Bu yoqda ishlangan, devor bilan ishlangan narsamiz полностью shtukaturka bo'lgan rodbin bilan. Undan keyingi holati shpagalyovka, stiklokhoz и orqasidan shtrok bilan hozir chistavoga tayyorlab qo'yilgan. Bu bizni kuxnyamiz.